Qo'lida plastiki bor, bankomatdan pul ichadigan har bir inson firibgarlar tuzog'iga tushib qolmasligi uchun ushbu holatni bilishi shart. Diqqat qiling, so'nggi paytlarda firibgarlik holatlari, bo'lib ham kiber jinoyatlar juda ham ko'paymoqda. Siz bankomatdan pul ichaman deb borgan paytingizda kimdir keladida sizga sizning kartangizga hozir dadam, onam yoki otam pul tashlaydi. Kartam uyda qolib ketibdi. Shuni menga ichib bera olasizmi? degan iltimos bilan keladi. Va siz xo'p, mayli deb ko'ngil bo'shlik qilib olib berasiz. Lekin ushbu holatda sizdan bu narsani iltimos qilgan odam kimgadir nimanidir sotishni va'da qilib qo'ygan bo'ladi va u odam bunga pul tashlab berishi kerak bo'ladi va bu o'z kartasiga emas, sizning kartangizga tushirib pulni yechib oladi. Va bu inson o'sha va'dalashgan odamga hech narsa yubormaydi, chornilaveradi yoki spamga tiqaveradi va oxirida pul tashlagan inson sizni ichki ishlarga beradi. Sababi pulni sizning kartangizga tushirgan va bu esa sizni ortiqcha muammo, asabbuzarliklarga olib keladi. Shu sababdan bankomatlardagi ushbu holatlarga juda ham e'tiborli bo'ling va ertaga kuyib qolmang. Shu kabi ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling va videoni yaqinlarga ulashib, ularni ham ogoh qilib qo'ying.